Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan qanday qilib kompyuter yoki notebooklarda ekran zaps qilishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi bo'lib push qurilmasini bosamiz va Microsoft Store deb yozamiz. Va Microsoft Store ga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng poisk bo'limini topamiz va u yerga Screen Recorder deb yozamiz. Va yozib berganimizdan keyin poisk tugmasini bir marta bosamiz. Va ma'lum bir muddat o'tgandan keyin natijalarni chiqarib beradi. Bu programmalardan istaganimizni tanlaymiz. Lekin afzalrog'i Screen Recorderni pushti rangdagi galchkaligi. Bu programma sizga ekraningizni bir kada yozib bera olishi mumkin. Bu degani juda ham sifatli. Va ikkinchi usulga o'tadigan bo'lsak, klaviaturadan Ctrl Alt P tugmalarini bosamiz. Va bu bizga klaviatura yordamida hech qanday programmalarsiz ekranni zaps qilish usuli bo'ladi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.